Assalomu alaykum aziz muxlis. Chexiya Rossiya neftidan butunlay voz kechdi. Chexiya 60 yil davom etgan tarixdan so'ng Rossiyadan neft importini to'liq to'xtatdi va endilikda faqat g'arbiy yo'nalishlar orqali yetkazib berilayotgan Rossiyaga aloqasi bo'lmagan neftni xarid qilmoqda. Rossiyaga qaramligimiz yakunlandi. Tarixda ilk bor Chexiya Respublikasi to'liq Rossiyaga bog'liq bo'lmagan neft bilan ta'minlanmoqda, dedi Chexiya bosh vaziri. Ukrainadagi urush boshlangunga qadar Rossiyadan keluvchi Drushba do'stlik quvur tizimi mamlakatga yillik neft importini deyarli yarmini amalga oshirgan. Biroq Rossiya tajovuzi boshlangandan so'ng Chexiya bu qaramlikni qisqartirishga harakat qildi. 2024-yilning oxirida mamlakatning Mero kompaniyasi Germaniyadan o'tuvchi Transalpi quvurini modernizatsiya qilishni yakunladi. Bu quvur orqali Italiyaning Trieste portiga boradigan tankerlarda neft olib kiriladi. Natijada Chexiya uchun neft ta'minoti yiliga 8 million tonnagacha oshirildi. Bu mamlakat ehtiyojini to'liq qoplash uchun yetarli. Ma'lumot uchun 2013-2023 yillarda Chexiya Drushba orqali har yili deyarli 4,3 million tonna neft import qilgan. Pandemiya boshlangandan 2020-yilga bu ko'rsatkich 3 millionga tushgan edi.